Blogerlik 21-asrning eng xavfli kasbi, chunki blogerning eng katta dushmani bu rekord tugmasi bosilmagan kamera. Tasavvur qiling, 3 soat video qilasiz, raqs tushasiz, trendlarni qayta-qaytadan o'ynaysiz. Oxirida qarasangiz, kamera o'chgan. Men aytaman, bolalarni qo'liga telefon bermanglar deyman. Telefon esa blogerning yuragi. U qo'ldan tushsa, yurak ham, like ham, hamma narsa chil-chil. Ekran sug'urtalanmagan bo'lsa, blog ham ta'tilga chiqadi. Eng qo'rqinchli holat esa Instagram akkaunti blok bo'lishi. Minglab kuzatuvchilar, reklama pullari, likelar hammasi birdan g'oyib bo'ladi. Qoladigan faqat bitta savol: endi men kimman? Shunday paytda odamga bloger sug'urtasi kerak bo'ladi. Hayot meni shunchalar yaxshi ko'rami? Tindirmay faqat meni danglatyapti. Albatta bu hazil. Bloger sug'urtasi degan narsa yo'q, lekin sug'urta bor. Chunki hayot ham bir blokka o'xshaydi. Qachon kutilmagan kadr chiqib qolishini hech kim bilmaydi. Shuning uchun telefonni, mashinani, uyni sug'urta qiling. Asablar uchun esa chamasi choy va Wi-Fi yetarli.